Siz bilan biz mana bu hozirgi ummat shunaqa bo'ldikki, dunyoga berilganimizdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizdan ikkita yaxshi dunyo qo'ydi. Ana unutdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga o'zlarining jonini tikib qo'yganligini, mana bu hayotda dunyoda qiylanganligini va mana shu meni ummatlarim jahannamga tushib ketib qolmasligidan shuncha harakat qilganliklarini biz unutdik. Sababi bizning qalbimizda dunyoga bo'lgan muhabbat oldi. Brend bo'lgan ko'ylaklarni yaxshi ko'rdik, kiyimlarni yaxshi ko'rdik, dunyoga bo'lgan muhabbatni yaxshi ko'rdik, soatlarni yaxshi ko'rdik, telefonlarni yaxshi ko'rdik, mashinalarni yaxshi ko'rdik. Mana buni evaziga biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rishidan uzoq bo'lib ketdik. Qaranglar, sahobalar, ansonlar narsa olishga qodir edi, lekin olmasdan nima dedi? Men dedi, sizlar bilan ketishim kifoya qilmaydi deganda hammasi yillar yo Rasululloh kelsangiz kifoya qiladi dedi. Ular dunyodan ko'ra Rasulullohni afzal ko'rishdi. Sababi ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilib qo'ygan yaxshilarni bilishdi.